Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari va tasodifiy tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda sizlarga 12-martdan 19-mart kungacha bo'lgan ob-havo ma'lumotlarini e'tiboringizga havola etamiz. Agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni hamda videoroliklarimizni manfaatli deb bilsangiz, ko'pchilikka yetib borish uchun bir dona like tugmachasini ham mazkur ko'rsangiz bosib qo'yishni unutmang. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. 12-martda ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 14-martda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 12-martda kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. 13-19-martda kechasi 0-5 daraja iliqgacha, kunduzi 10-15 daraja iliqgacha ko'tariladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. 12-martda ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 14-martda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 12-martda kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. 13-19-martda kechasi 8-13 daraja iliqgacha, kunduzi 23-28 daraja iliqgacha ko'tariladi. Navoiy viloyati shimolida 12-martda kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. 13-19-martda kechasi 0-5 daraja iliqgacha, kunduzi 10-15 daraja iliqgacha ko'tariladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. 12-martda ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 12-martda kechasi 0-3 daraja sovuq, kunduzi 4-7 daraja iliq bo'ladi. 13-19-martda kechasi 8-13 daraja iliqgacha, kunduzi 23-28 daraja iliqgacha ko'tariladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. 13-martda ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 12-martda kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. 13-19-martda kechasi 10-15 daraja iliqgacha, kunduzi 24-29 daraja iliqgacha ko'tariladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. 12-martda ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 12-martda kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. 13-19-martda kechasi 8-13 daraja iliqgacha, kunduzi 23-28 daraja iliqgacha ko'tariladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 12-martda kechasi 10-15 daraja sovuq, kunduzi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq bo'ladi. 13-19-martda kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliqgacha, kunduzi 5-10 daraja iliqgacha ko'tariladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: O'zgidromet.